Yo'q, bu yoshda motivatsiyani bilmasam, hayotni yaxshi ko'rsam kerak. Ko'proq bolalarimdan olaman motivatsiyani. Nima deydi? Umuman hayotda o'zi agar yashab bilsangiz juda ham zo'r-ku, yashab bilish kerak deb o'ylayman. Inson to'xtamasligi kerak. Har qanday yoshda ham to'xtamasligi kerak. Agar o'zingiz bilan ishlab tursangiz, даже o'sha nima deydi? Mana onga qaraydi. Даже insonni qarishi ham agar o'zini qaridim уже desa, kletkalar ham shu qaraveradi. E'tibor qarataman-da, ko'p ana ugrilarni davolagan paytimga patsientlarim keladi. O'shangacha hech kim aytmaydi, sani yuzingga ugri bosib ketibdi, уже lecheniyani boshladikki, unga negativlar aytilaveradi to'rt tarafdan. Chunki psixologически inson nimaga jalb qilsa, o'sha narsani cho'qiraveradi. Shu narsa borda. Bu yerga men aytmoqchi bo'lardimki, mana shu uchun men oynaga qarashni lecheniya paytiga to'xtatib qo'yaman. Mana ugrini davolashimga, что oynaga qaramaysan va shu esingga tushirmaysan. Qachonki agar har kun ko'rsang, ko'rgan narsasini inson chaqiraveradi o'ziga. Bu nima deydi? Притягивает подобное, притягивает подобное deydi-ku. Shunday. O'sha uchun ham bu yerga обязательно qanaqa protsedurani qilishimizdan qat'iy nazar psixologически ham patsientlar bilan ishlash to'g'ri keladi. Bepul bo'lmaydi.